Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men poliklinikada hamshira bo'lib ishlardim. Shu ishlashim davomida menga koronavirus pandemiyasi yuqib qolib, kasallanib qoldim. 14 kun karantinga olishdi. 14 kun karantin davomida siqilib tursam, Aziza degan jiyanim Atomiy kompaniyasiga Koreya nima qilganman mahsulotlariga deyodi. Keyin dorilardan olib kelib beruvdi. Puliga ham qiziqmasdan undan olib ichdim. 15 kunda zo'r bo'lib qolasiz dedi. 15 kun emas, 4 kun 5 kunda ham natijasi ko'rindi. Juda yaxshi narsa ekan. U mana shu dorilar, mana bu Himohim degan dori va mana vitamin C ikkalasini 2 mahaldan ichib juda yaxshi isitmalarim tushib, temperaturalarim ketdi. Ovqatlanishim, hamma narsalarim yaxshi bo'lib, juda yaxshi holatga keldim. Va shu menga dorini ushaqdan keltirib bergan jiyanimga katta rahmat aytdim. Rosa xursand bo'lishdi. Atomiy kompaniyasiga ham juda minnatdorman. Juda katta rahmat. Shu dorilarni ishlab chiqishganiga juda ham minnatdorman. Hozir holatim juda yaxshi. Uyga kelganda ham bu Himohimni to'xtatganim yo'q. Hozir ham 2 mahaldan ichib aytdim. O'zgarishlarim juda yaxshi. Unaqa viruslardan asorat ham yo'q. Analiz topshirdim. Umuman unaqa virusga chalingan odamga o'xshamay qoldim. Juda yaxshi narsa. Yurtdoshlar, sizlarga ham shuni ichishni tavsiya qilaman. Juda katta va Atomiy kompaniyasiga juda katta minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, juda ham katta rahmat sog'-sog' bo'lib qolganim uchun. Minnatdorman. Aziza jiyanimga ham rahmat. Shuni menga tavsiya qilgani uchun. Iqbolaxon degan opa bor ekan, bu bilan shug'ullanadigan. Ularga